Baxtiyor aka, nimaga Amerika traklarida oldi bo'rtib chiqqan bo'ladi? Yevropa bizani traklarda oldi qanday pachoq. Ha, qiziq savol. Bu savolni o'quvchilar ko'p berishadi. Buni o'ziga yarasha bir nechta sabablari bor. 3tasini hozir sizga sanab beraman. Birinchisi, bu avvalambor yo'llardagi farq. Bilasizlar, Amerikada yo'llar ancha keng bo'ladi, traklar uchun U-turn, ya'ni qaytib razvorot qilish ancha osonroq bo'ladi. Yevropada esa yo'llar torlik hisobiga ham traklarga qaylish bu qiyinchilik tug'diradi. O'shaning uchun ham oldilari shunaqa bo'ladi. Ikkinchi farqi bu texnik xizmat ko'rsatishda bo'ladi. Misol uchun Amerika traklarini dvigateli oldida, kapotda oldida bo'lgani uchun bemalol haydovchi o'rnidan tushmasdan ham ta'mirlash ishlarini olsa bo'ladi. Yevropa traklarida esa bilamiz, dvigatel sideniyani tagida bo'ladi, ya'ni haydovchini, va bu uchun kabinani polностью ko'tarish kerak bo'ladi. Uchinchi sabab esa bu qonunchilikda cheklovlar bo'ladi. Yevropa traklariga limit qo'yilgan, ya'ni uzunligi 16,5 metrdan oshmasligi kerak. O'shaning uchun ham ko'proq yuk sig'dirish uchun ularni qisqaroq qilishadi. Amerika traklarida esa bu narsa yo'q. Logistikaga oid shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.